Eng arzon vodiy kanalida arzon narxda Monza mashinasi 1.5 atmosferli motorda 2023-yil probegi ham zo'r. 32 ming yurgan xolos. Kraskalari top-toza ekan, turishi tiniq, yumshoq qimmat balonlar taqilgan, balonlarning holati ham zo'r turibdi, ichlari ham, kuzovlari ham zo'r turibdi. 2023 probegi ham zo'r, 32 ming yurgan. Arzon aptekani yonida nima bilasizlar? Istiqlol to'yxonasining yonida, Marg'ilonda va Enchas ro'parasida dorilarni o'zini narxida sotadigan dorixona ochilgan. 1 million so'mlik dorilarni 750 ming, 800 ming bo'lyapti deyishyapti. Bemalol kelib, surishtirib, atroflarni undan keyin olaverasizlar. Bu klinikani egalari ochishgan, umuman foydasi kerak emas. Faqatgina soliq xarajatlarini qo'yib sotishyapti. Hamma Marg'ilonlik tanishlarga jo'natib qo'yinglar, qimmatlarga dori olib yurishmasin. Mashina mana zo'r, tiniq turibdi, qaranglar. Hamma yo'g'i zo'r, benzinda 32 ming yurgan. Tiniq turibdi, hamma yo'g'i, kraskalari ham toza ekan, motor hadovoy korobkalarida ishi yo'q. Minaman deganlar olinglar, maza qilib haydanglar, probegi ham zo'r, benzinda 14800 dollarga faqatgina оформление bo'ladi. Mashinaga umuman ishonchnomasi berilmas ekan. Shunga qarab telefon qilib baraka qilaverasizlar. Ulgurib qo'yinglar.